Said Ahmad Qorako'z Majnun. Said Ahmad deganda har bir o'zbek kitobxoni ko'z o'ngida qanday muhabbatli shaxs gavdalanishi barchangizga yon. Ushbu kitobda xalqimizning suyukli adabi, hayoti, ibratlarga to'la, mustahkam iroda sohibi Said Ahmadning ayrim hikoyalari o'rin olgan. Deyarli har bir hikoyada o'quvchi o'zliging qalbidagi iymon, e'tiqod, ona yurtga, o'zgalarga hurmat, mehr, muruvvat tuyg'usini yo'qotmagan insonlar bilan uchrashadi. Bu yorug' dunyoning do'zaxi bo'lmish mutobit tuzum qurbonlari bo'lgan mahbuslar jam bo'lgan Jizqo'rg'on lageridagi hayot haqida yozilgan sarob, borsa kelmas darvozasi, taqdir buncha shafqatsizsan hikoyalaridagi mudhish hodisa, fojiaviy va ayanchli qismatlardan qalbingizni larzaga keladi. Mutobit tuzum davrida ham vatandoshiga kafanlik olib kelib insonlikni yo'qotmagan kapitan Rasilovlar, millatini bitmas tugamas ma'naviyat sohib bo'lgan Olimjon Rasilovlar, toki o'lgunicha otasini, millatini sotib umr kechirgan Kimsanboy haqidagi hayotiy saboqlar yozilgan kitobdir bu. Kitobdan o'rin olgan yana bir hikoya Qorako'z Majnun hikoyasidir. Uning sarlavhasidayoq asar boshida qahramon it Qorako'z ekanini anglashiladi. Saodat aya obrazida men dunyodagi barcha mushtipar onalarning timsolini ko'raman. Olis o'lkalarda qolib ketgan o'g'li ham kasalxonaga yotganida qo'ni qo'shnisini qistovi bilan zo'rg'a xabar olgan, boshqa farzandlari ham birdek duo qiluvchi ona, vatan burchiga cheksiz sadoqat, fidoyilik, ayniqsa Oftoboyim hikoyasi betakror mungli, aynan paytida Marseldek yapon asri Dyuning qismatiga oid afsona rivoyatnoma kommunikatsiya burchini o'tay olmagan yigit ruhiy iztiroblarni o'quvchini larzaga soladi. Bu hikoya yapon fuqarolari ham o'ziga tortadi. Yaponiyaning O'zbekistondagi elchisi yapon asarining qismatlarini eslashi mening chuqur ta'sirlantiradi deb Said Ahmad minnatdorchilik bildiradi. Bu kitobdan o'rin olgan har bir hikoya yakuniga qadar kitobxon ko'ziga yosh keltirgan darajada ta'sirli deyishimiz o'rinli bo'ladi. Men barcha bu kitobning o'qishini tavsiya etaman.